Assalomu alaykum Islom Ustuz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar. Mana bugun yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni Beshariqqa o'rnatdik. Telo qishlog'iga. Xudo xolasa darvozamiz juda ham chiroyli chiqdi. Bitta arkali darvozamiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Islom Ustuzlarning xizmatlaringda ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Darvozamizni endi sizlarga ma'lumot qilib beradigan bo'lsak, darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, darvozamiz razmeri eniga 320 bo'ldi, bo'yiga 380. Holatini ko'rib turibsizlar, juda ham ideal holatda chiqdi darvozamiz. 1.8 listli darvoza bo'ldi. Xudo xolasa hamma yo'qi joyida bo'ldi darvozamizni. Zamoklarimiz zubur zamok, ochilib yopilishlari hamma yo'qi joyida. Zamoklarimiz ham garantiyali, kraskalarimiz ham mokr asfalt matviy kraskada. Kraskalarimizga ham garantiya beramiz, xudo xolasa. Darvozamiz ko'rinishi juda ham chiroyli chiqdi. Endi materialiga keladigan bo'lsak, bu darvozamizni stoykalarimiz 8x8 ikkilik qalinlikda bo'ldi. Stoyka profillarimiz 6x4 1.5 stena, listlarimiz 1.8 lik, gullar qo'yib bergan. Arqon chaspaylar ham 2x2 chaspaylar ham polni qalin bo'ldi. Tepasi 50 sm ochilmaydigan joyi bo'ldi. Milliy naqshdan lazer listli qilib o'yib berdik, tayyor qilib mana. Darvozamizni 1 kvadrat metrni 800 ming so'mdan olib kelib o'rnatdik. 1.8 list. Hurmatli obunachilar. Darvozamiz orqa holatini ko'rsatib qo'yadigan bo'lsam, mana bu orqa holati. Orqa holati ham juda ham ideal, alohida qulflab qo'yadigani ham bor, отдельный. O'rtasi sentr zamok, tepa past bittada ochilib yopiladi. Mana orqa ko'rinishlari. Juda ham ideal holatda, 1.8 list. Darvozamizni ochib ko'rsatadigan bo'lsak, bittada ochiladi tepa past. Darvozamiz to'shni urovga o'rnashdi. O'rnashtirilgan holati. Darvozamiz qayerga olib qo'yadigan bo'lsak, urovda bo'lgan hisobiga ochilgan joyda to'xtab turadi. Darvozamiz holati, ochilgan holatini ko'ryapsizlar. Juda ham ideal holatda chiqdi bu darvozamiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ana shu ekrandagi nomerlarimizda Telegram, WhatsApp bor. Islom Ustuzlarning xizmatlaringda bemalol murojaat qilaverasizlar. Internet orqali ham bog'lanaverasizlar. Endi aksariyat bizning obunachilarimiz safarda. Bu darvozamizni ham Muhammadjon akamiz safarda turishib, Rossiyada turishib, musofir yurtlarda zakaz berishgan edi. Mana zakaz bo'yicha darvozani o'lchab, o'lchamini olib ketib, 20 kun davomida tayyorlab olib kelib o'rnatib berdik. Darvozamiz. Bu darvozamiz har xil varianti bor. 700 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, 1.3 lik bo'ladi, sharmankalikdan chiqadi. Darvozamiz holatini ko'rib turibsiz, juda ham idealni. Kraskalarimiz mokr asfalt matviy kraska bo'ldi. Kraskalarimizga ham garantiya beramiz. Ko'rinish holatlari, xudo xolasa. Bu darvozamiz arzon varianti bor. Sharmanka listli deyiladi. 1.3 dan chiqadi. Listlari 1.3 lik. 1 kvadrat metr 700 ming so'mdan chiqadi. Bu darvozamiz materiallar polni qalin materialdan ishlangan. Stoykalar 2x2, 2lik qalinlikda, profillarimiz 6x4 1.5 qalinlikda. Materiallarni qayta-qayta aytyapman. Juda ham ko'pchilik misol arzon ham qilib berishi mumkin, faqat materiallari ozgina yuqoriroq bo'lsa, arzonroq narxda chiqadi narxi. Bu darvozamiz общий summasi 9.700 ming so'mga ana shu yerga olib kelib o'rnatib berdik. Ishlarimizga yoqqan bo'lsa bitta like bosinglar. Kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, darvozalarimizda, videolarimizda kommentariyada qoldiringlar. Xudo xolasa keyingi ishlarimizda kamchiliklar to'ldirib ketamiz. Qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.